bilmayman nimaga hozir o'tib ketayotib haligi вообще deydi umuman raytish tilini bilmasam lekin hozir ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Kitob do'koniga kirgim keldi. Qiziq shunchaki men kitob olmayman-u, chunki olganimdan baribir o'qib tushunmayman. Xudoyim, nima bu? Men sekinroq gapirishga harakat qilyapman, chunki setaki kitob do'koni. Kitob narxlari qiziq. Masalan, O'zbekistonda kitob narxlariga qiziqaman. Bizda taxminan bir 5-6 yil oldin kitob o'qiyman degan odamlar uchun jinday kitob narxlari qimmatga qarab. Hozirgi kunda hamma yoq narx joyiga tushib qoldi. Bemalol hamma kitob olib o'qisa bo'ladi. Endi Hello? Hello, I'm filming and you can film it, no? Not? No. Okay. Qaranglar, bu yerda ham bor ekan. Videoga olish mumkin emas deyapti. Bilmayman nimasi yomon. Bizda ham shunaqa narsa bordi, lekin yo'q bo'lib ketdi. Hozir bu yerda olish mumkin emas, meni chiqaraveryapti. Hayronman nimaga mumkin emas. Oddiy kitob do'koni. Politsiyskida o'tirganim yo'q. Qarang, shu tomonlarda ham nimadan qo'rqishar ekan. Hozir bu yerda elektronika magazini bor ekan. Elektronika magaziniga kirib nima ko'ramiz, yangilarni so'rayman. Endi bir necha kirib so'rayman shekilli, nimaga mumkinmi, mumkin emasmi? Narxlarni ko'rmoqchi edim kitobni, iloji bo'lmadi. Inglizchasiga nima bo'ladi? Videoga olishim mumkinmi, mumkin emasmi deb. Boyagi video chala bo'lib qolmasin dedimda. Hozir bu yerga kirdim. Bu do'konning nomi Euronixmi? Shunaqa ekan. Kitoblar narxiga yana texnikalar narxiga qiziqamiz. So'radim kirib, videoga olsam bo'ladimi desam, bitta ishchi aytdi, oddiy shekilli, kechirasam men bunga javob bera olmayman deyapti. Keyin borib bitta o'sha odamdan so'radiyapti, kattaroq. O'sha odamdan so'radim. Umuman yo'q, bemalol olavering videoga deyapti. Lekin hayron qoldim. Baribir yana qanaqadir qo'rqish bor. Chunki anu odam ruxsat bera olmadi. Oddiy narsaga. Hozir qarang. Ko'ryaptimi? MacBook 3000 euro ekan. 3000 euro bilmayman, 3000 euroga kerakli odamlar bo'lsa kerak, shunaqaga olib ishlatadigan. Menga umuman mana bloglar qiziq. Sizlarga ham qiziqmi? Nima deyapti bular? O'zim umuman ko'chada qayerda bo'lsa to'g'ridan-to'g'ri videoga olib gapirib ketyapman. Maqsad o'z aslida balkim gapirgan gaplarimdan kimlargadir qiziq, bekorchi vaqtini qandaydir jinday foyda bilan o'tkazar. Lekin menda kameradan qo'rqish degan narsa bor. Odamlarni oldida o'zim videoga olishga qo'rqaman. Nesmisidan qo'rqaman, shunchaki odamlarning e'tiborini o'ziga qaratsam, gaplarim alkash-mulkash bo'lib ketadi. Shunga qayerda bo'lsa videoga olib, odamlar bilan muloqotga kirishib, bemalol gaplashib ketishga harakat qilyapman. Что yengish uchun shu qo'rquvni. Endi hozir qayer bo'lsa olyapman lekin videoga. Sizlarga masalan nimalardir narxlar qiziq bo'lishi mumkin. Boshqa nimadir qiziq bo'lsa, bemalol qiziqaverasizlar. Keyin yana bitta nimadanligini bilmayman, lekin nimadandir qo'rqishib videoga olishga ruxsat berishmayotgandi. Lekin mana shu Euronix ga respekt, umuman farqi yo'q ekan. Rahbariga bemalol oldigan uchun men xursandman. Davom etamiz. Boya kitob do'konida videoga olishga ruxsat berishmadi. Hozir telefon to'g'ri olaylik. Videoga olishga berishmadi. Hozir bu kichkina joy ekan. Grammatika degan knижный magazin. Даже bitta ruscha yozgan ekan. Kirib
Buni ruscha muomala qilsam tushunishadimi? Bu yerda ruxsat berishmadi, lekin bu yer ko'rib turibsizlar, katta do'kon ekan. Hozir kirib so'rab ko'raman. Avval ruscha so'rab ko'raman. Agar nima bo'lsa. Hello? Can you speak Russian? Я? Извините, я могу снимать себя? Себя Тут, можете, да. а магазин... Магазин не нельзя? рекомендуется, да. Просто интересно было для моей подписчики цена книги в Латвии. Ну, у нас не запрещена съемка. Запрещенная съемка. Да. Ясно. Спасибо тогда. Ko'ryapsizlarmi? Nimagadir kitob do'konida taqiqlangan deyapti. Nimaga qo'rqishar ekan? Baribir bu yerda ham bor ekanda, Yevropa video qo'rquv bor ekan kamerada. Mayli, nima ham deymiz, yo'q bo'lsa yo'qda, iloji yo'q.